Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun shu uyqu dorisi bo'lgan melatoninninki yangi ishlatilishi to'g'risida qisqacha bir uchurni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Hammanglarning diqqat berishinglarni umid qilaman. Mening burun so'zlagan shu uyqu to'g'risidagi bir leksiyarimda melatoninninki shu uyqu jarayonidagi ajratib chiqarilish miqdori va uning uyqudagi roli to'g'risida to'xtalib o'tgan. Balkim u leksiyani anglaganlarga nisbatan bu rasm tonish bo'lishi mumkin. Yana bu rasmda ko'rayotganimizdek melatoninninki badanda ajratib chiqarish miqdori bizningki uxlaydigan vaqtimiz bilan tamamen birdek bo'lib, odatda shu soat 10-11larda uxlaydigan odamlarningki badanidagi melatonin shu soat 7-8dan boshlab ajratib chiqarishga boshlaydigan bo'lib, kecha soat 1-2larga borgan vaqtida eng yuqori pallaga yetadi. Ya'ni bizningki eng qiyniq uxlaydigan vaqtimiz, ya'ni soat 2-3lardan keyin, anandan keyin soat 4larga borgan vaqtida bu melatoninninki ajratilib chiqarish miqdori tövellashga boshlab, atdigan soat 7ga bo'lgan vaqtida u miqdori eng tövanga tushadi. Bu odatda shu normalda soat 10-11larda uxlab, atdigan soat 7da uyg'onishga odatlangan kishilarningki badanidagi melatonin, ya'ni uyquni keltirib chiqaradigan moddaninki miqdori, bu bizningki shu uxlashimizda alohida muhim rol o'ynaydigan bir modda. Men burungi leksiyarimda bu to'g'risida tafsili to'xtalgan. Men bu qitimqi leksiyarimda u to'g'risida ham tafsil to'xtalmayman. Men faqatla bu melatonin degan dorininki yaqindan buyon bayqalgan shu shifosi to'g'risida qarindoshlarga bir qisqa uchur yetkazmoqchi. Bu melatonin degan dorininki, ya'ni uyqu keltirguvchi moddaninki yaqinda bayqalgan shifosi odamninki esda saqlash qobiliyatini yaxshilaydiganligi. Bu haqda Yaponiyada ilib berilgan tadqiqotning natijasiga asoslangan vaqtda melatonin shu chashqanda ilib berilgan tajribada yosh, o'rta yosh va yosh cho'ng bo'lgan chashqanlarninki hammasiniki esda saqlash qobiliyatini alohida yaxshilagan. Bu shu yaqinda e'lon qilingan bir maqolaninki natijasi bo'lib, buningdan kishilar shu melatoninninki insonlardami esda saqlashni yaxshilash roli bo'lishi mumkin deb yakun chiqargan shu tadqiqot natijasi sababidan. Uningdan boshqa bu melatoninninki hozirgi bir qiziq nuqta bo'layotgan bir tarafi nurg'un mutaxassislar shu uyqusi yaxshi bo'lmagan kishilarninki bu hozir tarayotgan vaboga oson giribdor bo'ladiganligi va yoki kasal alomatlarining ig'ir bo'ladiganligiga asosan bu vaboning bilan shu odamda uyqu keltiradigan melatonin orasidagi munosabatga qiziqqan va shuningdan bu melatoninninki shu COVID-19 shu vaboni davolashda shifoliq roli bo'lishi mumkin deb qiyos qilishmoqda. Ham bu haqda ba'zi tadqiqotlar boshlangan hozir. Bu meningki qarindoshlar bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan shu melatoninninki hozir tarqayotgan shu vaboga bo'lgan shifoliq roli. Ya'ni bu garchi hozir 100% aniq bo'lmagan bir ma'lumot bo'lsa-mu, bu xil ehtimollikninki yuqoriligiga xeyli ko'p mutaxassislar ishonmoqda.
Ama bu uyku doğrusu hem de alayda aks ta'siri va bir doğru bo'lmaganligi uchun garchi bu dorining shifosi tig'i aniq bo'lmasimi, agarda ba'zi qarindoshlar sinab boqamiz desa, meningcha uning ziyni yo'q deb qarayman. Shu sababdan bu uchurlarni qarindoshlar bilan o'rtoqlashishni muvofiq ko'rdim. Yana bir yeni bayqalgan şifası bu melatoninniki mushu ko'krak raki, oshqozon raki yoki boshqa bir qism rak kasalliklarininki davolashda balkim muhim rol o'ynashi mumkin deb qaralmoqda bu melatonin. Hamda bu yaqinda mushu nimada ilib berilgan bir tadqiqotda San Paulo State University'da ilip verilgan bir tadqiqatda bu melatonininki şu rak kesilini davalaştaki bazı nimeleri şifalık rolleri tadqiqatçılarınki alayda diqqatini qo'zg'agan. Albatta bu mu jazmlashmagan bir uchur, lekin shundaq qilibdimi bu tadqiqot qatnashgan mutaxassislar, ya'ni Braziliyaniki bu mutaxassislari bu melatoninninki kelgusida shu bir qism rak kasallarini davolashda muhim rol o'ynashi mumkin deb qaragan va shu to'g'risida bir ilmiy maqola e'lon qilgan yaqinda. Bumu bizningki ba'zi qarindoshlarning shunga ehtiyoji bor qarindoshlarningki paylanib qilishda belgilik ahamiyati bor deb qaraganligim uchun buni qarindoshlarning paylanishiga sundim. O'zinglar o'z ahvolinglarga qarab qaror bersanglar bo'ldi. Bugungi bu qisqa leksiyani mishad og'irlashtirmoqchi. Endi buni men bu qarindoshlar bilan o'rtoqlashishimning asosli sababi hamda melatonin normalda bizningki badanimizda normal tabiiy mavjud bo'lgan bir modda. Anandan keyin uningki uyqumizni keltirishda alohida roli bor. Lekin ko'pincha kishilarda bo'lib bak yaxshi uxlayolmaydigan kishilarda ma'lum sabablar tufaylidan bu moddaninki badandagi ishlab chiqarish miqdori tuvanlab ketganligi uchun uxlayolmaslik, anandan keyin esida saqlash qobiliyati tuvanlab ketish va yoki boshqa nimalar mush kasallikka qarshi immunitet kuchi tuvanlab ketish degandek ahvollar bo'lganligi uchun balkim buni to'liqlagan vaqtida esid saqlash qobiliyatining yaxshilanishi yoki bo'lmasa immunitet kuchininki to'liqlanib yaxshi uxlay olganlik sababidan hozir tarayotgan shu COVID-19 kasalligimi yaxshi qarshi tura olishi, ya'ni belgilik unum berishi meningcha tamoman aqlga muvofiq. Shunga agarda qiziqqan qarindoshlar bo'lib qolsa buni sinab boqsang bo'ladi. Albatta men cho'qim sinab boqinglar deb tashabbus qilmayman, lekin faqatla shundaq bir uchur bor ekan deb qarindoshlarga bu uchurni o'rtoqlashish niki ahamiyati bor deb qaradim. Shunga qarindoshlar o'zinglarniki ahvoliga qarab bu uchurlardan foydalansanglar bo'ldi. Hammanglarning anglag'ininglarga ko'pdan ko'p rahmat. Xayr xo'sh, Xudoga omonat. Ko'rishguncha omon bo'linglar.